Ha, bugun 26 ga to'ldim. Tug'ilgan kunni dabdabali qilsam bo'lardi, lekin undan ko'ra ehson qilganim ancha yaxshiroq. O'rtoqlar, ehsonni ko'rsatmaydi deyilganlar uchun даже domlalar aytgan. Siz ehsonni ko'rsatyapsizmi? Birovlarning ko'zi ochilsin deb. Agar shu narsani qilmoqchi bo'lsanglar, challenge davom ettiringlar. Siz ham tug'ilgan kuningizda sharoiti kamroq insonlarga yordam bering. Iftorlikdan keyin har bitta oilaga mana shunaqa sumkalar tarqatyapmiz. Maqtanishda emas, yaxshi narsa solishga harakat qildik. Bu pullarni xalqdan yig'ganim yo'q, o'rtoqlar. Haqiqatda o'zimni tug'ilgan kunimga ketadigan rasxodni hisoblab chiqdim va odamlarga undan ko'ra iftorlik qilib va oilasiga ro'zg'or qilib berganim ming marta yaxshi. Oshlik kunimiz yo'qligidan moshxo'rda ochamiz.